Xo'p, bugungi videomiz ko'pchilikka tonish bo'lgan holat. YouTube mana bunday holatga kelib qolyapti. Buni osonroq to'g'rilash yo'lini ko'rsatamiz. Xo'p, bizga kerak bo'lgan telefon va ishlab turgan elektron pochta. Google dan birinchi buni qidirib olamiz. Shunga kiramiz. E'tibor qilib o'tiring. Xo'p. Shunday qator chiqadi. Qatorga ekranga chiqib turgan bir martalik kodni kiritamiz. Xo'p. CVW. Xo'p. Xuddi shunday kelib chiqadi. Biz tanlab olamiz bu yerdan. O'zimizga kerak bo'ladigan elektron pochtani, masalan. Bizdan ruxsat so'raydi haqiqatan ham. Shu elektron pochtani ushbu qurilmaga bog'lamoqchimisiz deb ruxsat beramiz. Ha. Ozgina kutib turamiz. Yozib ko'rishdim. Xo'p, mana. Shu bilan muammo hal. Bemalol yutib ko'rsa bo'ladi, ishlatsa bo'ladi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling, komment yozing. Biz ishlashda davom etamiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa, desktga yuborib qo'yishingizni so'raymiz.